Muhaddislarimiz Umar ibn Abi Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilarki, men yosh yigitcha edim. Rasululloh alayhisolatu vassalomning tarbiyalarida edim. Qo'lim ovqat idishda o'ynab yurar edi. Ya'ni u yoqqa ham uzatar edim, bu yoqqa ham uzatar edim. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom menga qarab turib, "Ya g'ulamu, sammillaha va kul bi yaminika va kul mimma yarika" dedilar. Hay bola, Bismillahirrohmanirrohim deb yegin. O'ng qo'ling bilan yegin. O'zingning oldingdan yegin dedilar. Umar ibn Abi Salama aytadilarki, mana shu so'zni eshitganimdan keyin, bundan keyingi hayotimning barchasida ovqat yeyishim shu tarzda bo'ladigan bo'ldi. Umar ibn Abu Salama, Ummu Salama olamizda avvalgi erlaridan bo'lgan o'g'illari. Rasulullohning o'gay o'g'illari hisoblanadi. Kichkina bolacha. Onasiga ergashib kelgan bola. Haligi bola tarbiya ko'rmaganligidan u yoqqa bu yoqqa qo'lini uzatib, ehtimol kattaroq go'shtlarni olib yeganmi, nimadir qilgan. Lekin bunga kattalar qarab turmaslik kerak ekan. Rasululloh darrov, "Hay bola, bismillahni aytib yegin. O'ng qo'ling bilan yegin. O'zingni oldingdan yegin" deb o'rgatdilar. Mana shu narsani doim kichkina bolalarga aytib turish kerak. Kattalarga ham aytib turish kerak. Eslatib turish kerak. Avvalgi paytda bunaqalar bo'lmaganidanmi, hozir ko'p katta. Hatto oqsoqol odamlar ham chap qo'li bilan yeydiganlar bor. Ba'zi birlari ilmli odamlar. Qaysi qo'l bilan ovqat yeyishni hukmi qanaqa shariatda desangiz, shar'iyat aytib beradi. Hadisni aytadi, u deydi, bu deydi, lekin o'zini ovqatlanishiga qarasangiz, doim bo'lmasa ham ba'zi vaqtlarda chap qo'lini ishlatadi. Nima qilgan? O'rganib qolgan shu. O'rganib qolganidan kallasida ilm bo'lsa ham bu yog'ida ishlatish esidan chiqib qoladi. Men o'zim bir necha shaxslarni bilaman. Bir necha marta o'zlariga aytdim, mana shu ishni qilyapsiz, bu sizdan chiqib qolgan ish kerak. Ha, to'g'ri deydi. Yana 1 yil, 2 yildan keyin qarasam, yana shuni qilishayotgan bo'ladi. Chunki yoshi o'tib qolgandan keyin o'rganib qolgan narsasini tark qilishi juda qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarni yoshligida, o'qadigan paytida, tez oladigan, zehni o'tkir paytida bu narsaga o'rgatib qo'yish kerak. Shunday o'rgansinki, uni ma'rifatini, ichki dunyosini ajralmas qismiga aylanib qolsin. O'tirib oldiga ovqat qo'ysa, ovqatni qaysi qo'l bilan yerida ekan deb o'tirmasin. Da bilsin, o'ng qo'l bilan deb bismillah deb olib yeydigan bo'lsin. Ana o'zini oldidan yeyish odob. Birovni oldidagi bir idishda bo'lsa, ovqatga o'tib birovni oldidan olmaydi, o'zini oldidan olsin. Keyin yana hadislarda borki, o'sha past tarafidan olsin, tepadan ham olmasin. Chunki ovqatning barakasi tepasida bo'ladi. Pastidan yeb borsa, hamma baraka hammaga bir xil tarqaladi. Bu ham hadislarda kelgan. Tepasidan olib, bu yoqdagi qolib ketib, yo'q, o'sha bir boshdan boshlab sekin o'rtaga qarab hamma tarafdan yurilsin, barakali taom bo'ladi. Olganda qo'l bilan yeyotganda ona qilib changallab, yana qandaydir qilmasdan shu 3 barmoq bilan olish Rasululloh alayhisolatu vassalomning odatlari bo'lgan. Bu oz bo'ladi, ochko'zlikka qarshi alomat bo'ladi, odobni yuksak namunasi bo'ladi. Ba'zi bir odamlar mana qilib siqimlab oladi, yana qandaydir boshqa narsalarni qiladi, sunnatga xilof ishlar. Ana oz-ozdan olib, og'ziga solib, yaxshilab chaynasin, chala qilmasin, shoshilmasin. Ovqat issiq bo'lsa olib qo'liga puflash ham nihoyatda katta beodoblik hisoblanadi. Ovqatni qo'liga olib puflash, choyni qo'liga olib puflash hammasi musulmonchilik odobiga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan katta beodobliklardan hisoblanadi. Ana og'ziga olib yegan narsasini yaxshilab chaynab, yutib, bir nafas olgandan keyin keyingi luqmaga yana sekin shoshilmasdan qo'l uzatsin. Ovqatni shoshib yeyishlik ochko'zlik alomati, odobsizlik alomati, madaniyatsizlik
alomati bo'ladi. Xo'p, ana shu ovqatni yeyotganda qo'li bilan oldimi, qoshiq bilan oldimi, biror bir parcha dona uvoq guruchni donasi tushib ketsa, shuni olib, agar biror narsa ilatsa, uni tozalab turib yeyiladi. Bu ham hadislarda qayta takrorlangan. Rasul akram alayhisolatu vassalom aytadilarki, o'sha qo'ldan tushib ketgan narsani olib, agar bir narsa ilashgan bo'lsa, undan tozalab yeyilsin. Chunki ovqatni barakasi qaysi uvoqda ekanligini hech kim bilmaydi. Ehtimol o'sha qo'ldan uchib ketib, dasturxonning chekkasiga borib qolgan guruch donasida butun ovqatni barakasi o'sha yerda turgandir. Shuni oyoq osti qilinsa, tashlab yorsa, mana u yeganlar ham yuqmay qolish xavfi bor. Ana bizda ovqatni uvol qilmaslik, isrof qilmaslik shu darajada. Bir dona uvoq, bir dona guruch donasini e'tiborsiz qoldirilmaydi. E'tibor bilan juda chiroyli tarzda, demak, odob bilan ovqatlanadi.